Assalomu alaykum aziz muxlislar. Hozir biz Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Oldimizda uzoq va hayajonli safar Yaponiya, aniqrog'i Tokio shahri turibdi. Bu sayohatda biz qadimiy an'analar va zamonaviy hayot uyg'unlashgan dunyoning eng mashhur shaharlaridan birini kashf qilamiz. Keling safarni birga boshlaymiz. Safar boshlanishidan oldin bizni turna qator navbatlar, hamma odamlar o'zining reyslarini kutish bilan ovora va nihoyat samolyotga ham chiqib oldik. Eng arzon biladigan T-Ware Air kompaniyasining biletini sotib oldik. Yetti soat o'tgan maroqli parvozdan so'ng biz Janubiy Koreyaning Incheon aeroportiga kelib qo'ndik. Incheon aeroportida 3 soat, ya'ni Yaponiyaga reysimizni kutishga majbur bo'ldik. 3 soatdan keyin Narita aeroportiga, Tokio shahriga uchib ketdik. Demak, mana ozgina vaqtdan keyin biz Yaponiyaga uchib ketamiz, xudo xolisa. Mana hozir Incheon aeroportini ko'rsataman. Va nihoyat 3,5 soatdan so'ng biz Tokio shahrining Narita xalqaro aeroportiga kelib qoldik. 현대 경비 편입니다. Yaponiyada bizni dastlab hayratga qoldirgan narsa, ya'ni poyezdga odamlarning chiqishi. Bular hammasi tartib bilan belgilangan va qariyalar sizga o'z poyezdlaringizni, ya'ni vagonlaringizni topishda yordam berishadi. Yaponiyaga qoyil qolgan tomonim mana shu qurilish bo'lyapti mana. Qurilish bo'lishiga qaramasdan mana shuni chiroyli ana o'tadigan joy qilib qo'yibdi. Mana bu yerda mashinalar bemalol o'tib ketyapti. Gap yo'q. Mana Yaponiyaning bozorlaridamiz. Xuddi Koreyaga o'xshab ketar ekan bozorlari ham. Mana shunaqa chiroyli manzara kasb qilgan bozori ham. Hozir biz Tokio shahrining eng qadimiy va eng mashhur joylaridan biri Sensoji ibodatxonasidamiz. Bu maskan 645-yilda qurilgan bo'lib, mehr-shafqat mabdasi Kanon nomi bilan bog'liq. Kirish qismida mashhur darvoza joylashgan. Ulkan qizil fonar
bu joyning ramzi hisoblanadi. Uning yonida Namasaki ko'chasi esa an'anaviy yapon shirinliklari va turli suvenirlarga boy. Bu yerda qadimiy Yaponiya ruhi yaqqol sezilib turadi. Tutatqi tutuni orasida odamlar sog'lik va omad tilab ibodat qilishadi. Asosiy zalda esa sokinlik va hurmat hukm surmoqda. Sensoji bu nafaqat ibodat joyi, balki Tokio tarixi, madaniyati va zamonaviy hayotni birlashtirgan noyob maskan hisoblanadi. Tokioda safarimiz davomida bizni eng ko'p quvontirgan manzillardan bittasi bu o'zbek oshxonasi, Halol Sakuradir. Bu yerga kirishingiz bilan o'zbek milliy taomlarining hidlari sizni yana vatanga borishga chorlaydi, ya'ni vatan yuragiga borishni chorlaydi. Yurtimizni sog'inganlar uchun Halol Sakura Tokioning o'zida kichik O'zbekiston desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu joy faqat ovqat emas, balki sog'inch, xotira, yurakdagi vatan tuyg'usidir. Assalomu alaykum. Mening ismim Firdaus Hasanov. Tokioda o'zbek restorani Halol Sakurani yuritaman. 2020-yildan beri bu yer o'zbek restorani hisoblanadi. Tokiodagi katta o'zbek restoranlaridan biri. 54 kishi sig'adi. Nafaqat o'zbeklarimiz, balki butun dunyodan keladigan mehmonlarga xizmat qilmoqdamiz. Tokioga yo'llaringiz tushsa, albatta kelinglar. Halol Sakura. Kutamiz. Quyosh botgach Tokio butunlay boshqa qiyofaga kiradi. Shahar chiroqlari yonadi, ko'chalar esa hayotga to'ladi. Tungi Tokio bu shoshilinch qadamlar, sokin lahzalar va yorqin chiroqlarning uyg'unligidir. Ayniqsa Shibuya chorrahasi dunyodagi eng gavjum chorrahalardan biri. Tun qorong'usida haqiqiy shahar ritmini his qildiradi. Bir zumda yuzlab odamlar yo'lni kesib o'tadi, chiroqlar o'zgaradi va Tokio yana harakatga tushadi. Bu manzara zamonaviylik, tartibning mukammal uyg'unligini ko'rsatadi. Tungi Tokio bu hech qachon uxlamaydigan, har lahzada yangi taassurot ulashadigan shahardir. Bu joy Tokiodagi eng mashhur va eng ta'sirli manzillardan biri. Bu yerda sadoqat timsoliga aylangan Hatiko haykali joylashgan. Hatiko o'z egasini har kuni Shibuya vokzalida kutgan va egasi vafot etgandan keyin ham yillar davomida shu yerda uni kutishda davom etgan. Bugun bu haykal sadoqat, muhabbat va vafoning ramzi sifatida butun dunyodan kelgan odamlarni bir-biriga jamlaydi. Shibuya shovqini orasida turgan bu haykal bizga bitta oddiy ammo juda kuchli haqiqatni eslatdi. Chin sadoqat hech qachon unutilmaydi. Tokio shahrida ko'chalar juda ham top-toza. Ya'ni hamma narsa joy-joyida. Shaharni aylanib turib eski telefon budkalariga ham ko'zingiz tushishi mumkin. U hali ham amalda. Ya'ni bu telefonlardan haligacha foydalanishadi. Shu bilan birga shaharda tarixiy obidalar ham juda ham ko'p. Bular ham shaharga yanada go'zallik baxsh etadi.
Tabiat manzarasi ham juda ham ajoyib. Ayniqsa yomg'ir yog'ib turgan paytda buni his qilish o'zgacha zavq beradi. Tokio shahar markazi osmono'par binolar bilan to'la. Ularning balandligi, zamonaviy dizayni va oynalardagi quyosh nuri shaharni yanada jonli va yorqin ko'rsatadi. Binolar orasida tor yo'laklar, gavjum ko'chalar shahar ritmini his qilishga imkon beradi. Tokio markazidagi osmono'par binolar nafaqat zamonaviylik, balki innovatsiya, texnologiya ramzidir. Yaponiya talabasi Yaponiya dunyodagi eng tez qariyotgan mamlakatlardan biri hisoblanishini. Aholining katta qismi 65 yoshdan oshgan bo'lib, bu davlatning ijtimoiy sug'urta tizimi, sog'liqni saqlash va mehnat bozoriga katta bosim o'tkazayotganligini ta'kidladi. Shu bilan birga migratsiya Yaponiya iqtisodiy va demografik muammolarini yengillashtirish uchun muhim vosita sifatida qaralib kelmoqda. Oxirgi yillarda Yaponiyaga malakali chet ellik ishchi va talabalar oqimi oshib bormoqda. Bu esa mehnat bozorini mustahkamlash, yosh ishchi kuchini ta'minlash va jamiyatni yangilashga xizmat qilmoqda, deb fikr bildirdi. Tokiodagi kichik o'yinchoqlar do'konlari har bir burchagi bilan sehrli joy deb aytish mumkin. Bu yerda turli o'yinchoqlar, figuralar, nostaljik o'yinchoqlarni topish mumkin. Do'konlar rang-barangligi va ijodiy ruh bilan to'lganligi bilan juda ham mashhur. Tokio aeroportida bitta muhim narsani eslatib o'tishim lozim. Agar viza kartalaringni yechmoqchi bo'lsanglar, 10 ming yena bo'lishi kerak. 10 ming yena yecha olasizlar. Bu taxminan $71 atrofida bo'ladi. Agar balansda bundan kam mablag' bo'ladigan bo'lsa, yecha olmaysizlar. Shunday qilib Tokiodagi safarimiz unutilmas bo'ldi. Shaharning yorqin ko'chalari, qadimiy bog'xonalar va sokin bog'lari bizda uning noyob ruhini ochib berdi deb bemalol ayta olamiz. Shunday qilib o'z yurtimizga, O'zbekistonimizga qaytib keldik.
Katta rahmat e'tiborlaringiz uchun.